Sizlarga yo'q otilishga davlat boshqarmasi ta'sis o'yinni sizga Aziz dostlar, mana Yunusxonni dugonalarini mana shu davrada o'tgan paytda tanib, yana bitta qalbimiz bor. Yunusxon. Mana qanday aqlli deb o'ylayman sizlar. Aslında bizim kapacağımızla süreçi. Asıl yolu ile neler? Asıl yolu. Hayır, ama kim gündüz farklı gündüzlersinde iyi olması olsa bunu yaratır. Başka bir sürü böyle o zaman. Hadi Brazilya. Mana komandamlar. Nasıl değil? Ben görmüştüm. Mahmada var. O değil. Bakın siz iyi olarsınız. Hani Müzika to'xtating. Men bir ikki video chiqarayman, mana shu raqamli suhbatlarni uloqtirasiz. Agar asrorlar ilvasi qo'shig'i bilan tabriklab beradi, agar boshqa mehmonlarimiz ilvolishsa, demak yana yilga mana shu kunda turmushga chiqishiga shart. Shuning uchun marhamat Yulduzxon. 1, 2, 3. Mana Guldasta kimda bo'lsa meni yonimga keladi. Sen qoyilman. Keyingi kunga 12-dekabr kuni Yulduzxonni shogirdi Dilfuza Qoyilova ana shu Guldastalik rivoji biz mana shu Guldastalik rivoji mana shu kunlarda demek ki turuşta çıkmışlar. Hadi davranışa taklif edeceğiz. Demek ki